O'smat ota ziyoratgohi. Ziyoratgoh Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat shaharchasi Qutlug'obod mahalla fuqarolar yig'inida Qo'rg'ontepa tepaligida joylashgan. O'smat ota ziyoratgohi bugungi kunda qabr toshidan iborat maqbara, masjid, mehmonxona va hovli qismlaridan iborat. Ushbu ziyoratgoh o'z davrining islomiy huquq, hadis va tafsir fanlari bo'yicha mashhur ulamolaridan biri, asosan Hanafiy mazhabi asosida yozilgan fiqhiy asarlari bilan tanilgan Muhammad ibn Abdulhamid Usmandiy Samarqandiy sharafiga barpo etilgan. Uning Lubob ul Kalom, Tariqat ul Xilof fil fiqh baynal ayyimat al aslof, Bazil an-Nazari fil usul va Mizon fi usul al fiqh kabi asarlari bizgacha yetib kelgan. Allomaning to'liq ismi Abdulfatih Alovuddin Muhammad ibn Abdulhamid ibn Umar ibn Hasan ibn Husayn Usmandiy Samarqandiy bo'lib, manbalarda u zot 1095-yil Samarqand qishloqlaridan birida Usmandda tug'ilib, 1157-yili 64 yoshida shu yerda vafot etganligi aytiladi. Yozma manbalarda Alloma tug'ilib o'sgan joyi Asmand yoki Usmand deb nomlanishi bilan bog'liq ko'pgina ixtiloflar mavjudligi keltirilgan. Usmand atamasi vaqt o'tishi bilan tovush o'zgarishi natijasida O'smatga aylangan. Shuningdek, baxmallik yozuvchi Sayyid Azim tarixchi olimlar Olimjon va Jaloliddin Jo'rayevlarning fikriga tayanib, ziyoratgohdagi O'smat ota qabrini Abdulfatih Muhammad ibn Abdulhamid Usmandiy Samarqandiy nomi bilan bog'laydi. Alovuddin Usmandiy qator islomiy ilmlar, ayniqsa fiqh, hadis va kalom ilmi, shuningdek turli mazhablar o'rtasida ixtiloflarni o'rganadigan ilm al-xilof bo'yicha yetuk olim hisoblangan. U ilm ahli o'rtasida kechadigan bahs-munozaralarda benazir iqtidori, favqulodda salohiyati bilan ajralib turgan. Shuning uchun ham ilm ahli o'rtasida olamning ustun, dinning ustuni kabi yuksak unvonlar bilan mashhur bo'lgan. Alloma o'zidan ulkan ilmiy ma'naviy meros qoldirgan bo'lib, hammasi arab tilida yozilgan. Manbalarda Alloma hayoti davomida 13 ta noyob asar yozgan bo'lib, bizgacha 6 tasi yetib kelgan. Hozirda Jahon qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Allomaning Matrudiya kalom maktabi qarashlarini o'zida aks ettirgan Lubob ul Kalom nomli shoh asarning 2 qo'lyozma nusxasi bo'lib, ularning biri Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasining Qora Chalabiyzoda bo'limida saqlanadi. Bu asar eng qadimiy nusxa bo'lib, arab harflari bilan nuqtalarsiz nastaliq xatida yozilgan. Usmandiyning hozirgi g'oyalar kurashi avj olgan bir mahalda yozgan kitoblari yoshlarimizga muqaddas dinimizning asl mazmun mohiyatini tushuntirish, ularda mafkuraviy immunitet hosil qilish uchun muhim manba bo'lib hisoblanmoqda.